Tömöcan var mı da? Tömöcan var mı da? Oy, siz? Men! Meni tanımagın ne? Kelin. Kandıra kahvalır Tömöcan mijazir yaxşım obdan toluma ballı çizlik tutuma. Ya madem özgerme yürüşüp bittiğini deyme. Kırmaydık adam gelişime evet Tömöcan. Emdi isim keldiras. Tömöcan emas, Tömürxan tanamında. Bu Tömöcan devre köfka. Nimi dep? Bu Tömürxan dese kere bir adamla bulamı kırgıtından sındak söyledikin demedim. Estağfurullah. Kızlık yapıldı siz. Oturun. Rahmet. Hanım boş meni unutup kalmay. Taşlık etmeyi izlep kepsiz ha? Seni kandamı taşlamalı da afkam. Tömöğünü taşlasan datlışıdı, xotinini taşlasan yatlışıdı degan gap emas mi? Endi birimiz datlışıp, birimiz yatlışıp bilsek yaxshi emas Tömöcan. Ha, bu yak yeni kep qapsiz go. Kelemen canımı kelemen, qaşınğa kelemen. Her jili kelip yeningizga intiham beraman. Ha. Yaxshi. Hanım bolsa meni unutup kalmay, eslep turupsiz ha? Eseymen seni daim, tümmücan. Gündüzleri akşamda, tümmücan. Eseymen seni daim, tümmücan. Saçılık akşamda, tümmücan. Resmi yaxshi bo'lib ketibdi. Burunqa qaraganda ilchilib ketibdi. Birer lenti chiqarib salsangiz bo'lmadi. İkiz hayvan, beş hayvan, ne yatmayın özən yat. Naqsini men etay, lentisini özən sat. Naqsini men etay, lentisini özən sat. Tömürümü tömöcan, tömürümü tömöcan. Yaxshi. Burunqa qaraganda rasli ovozunuz echilib ketibdi. Rahmet. Resmi undan bo'lib ketdi. Yaxshi aytdingiz. Rahmet. Ha, yana ulab ish kuchini aytib. Ben bir nakşını aytib qo'ydim ukam sizlarga madam chaqchaq olsin deb. Sizlar boyadi men naqsh aytsam sat turmam ukam. Uning ustiga bulbul boyadi qag'ini turib aytgan Tömöcan. Ha, shundami ya? Unda naqsh aytib bermisangiz, haras. Eliqi maqol tamsillarni yana tarjim qilib keldingizmi ya? Ya, men maqol tamsil tarjim qilgan edim ukam bu qita. O'sib ketdim men ham. Ha, shundami? Ha, saviyam o'sib ketdi edi. Ha, unda gap yo'q. Bunda qarsam qo'y saviyangiz o'sib ketgandek turdi. Ha, demak yomon qarab qoladi. Bo'pti. Unda bo'lsa men sizga bir qancha maqol tamsil deyman. Siz beshadil bir tarjim qilib bering. Chata yo'q ukam desa. Ha, tarjim qilgan olmaydi. Do'stimning ko'nglini oyab bo'yimda qoldi deganda nima deb tarjim qiladi? Ha? Do'stimning ko'nglini oyab bo'yimda qoldi. Zeyli polyodim, menzi vadozni yo'q hayza. O'ynab so'zlasangmi, o'ylab so'zla deganicha. Ver sho'xa, shang sho'xa. Bodi poldirong, yo'qni qarab o'tiring deganicha. Yo'li shu xola miyoli kenjez ola. Allah tarjim bo'ldi. Yaxshi. Ha, bo'pti, dab-daronglagan eshak hangirgan deganicha. Shugu dang, molizi hang. Yana ağzıma qoqaq chiqib qolib degan tarjim qilsak, zibashan qaypa chulaylar. Bo'ldi. Ras taveringiz o'sibdi. Rahmat. Yaxshi tarjim qildingiz. Rahmat. Baland tarjim qildingiz. Rahmat. Obdan tarjim qildingiz. Rahmat. O'tiring. Rahmat. Endi bu ishda tepsiz tarjim ko'nab qolibdi ofkam. Tikida. Tarjim degan unda yop qila olmaydi. Men bayishga buni tomlaq qildim deb yo'q gapni qo'shib tarjim qilganman. Ha, endi maqsadga bir kelaylik. Kelsa. Meni nima izlab keldingiz? Endi xabarlar bor ukam. Endi oldi bilan endi men bir havasga, bir ishga havas qilib qoldim. Lekin uni qo'yib turaylik ukam. Bo'lapmi oldi bilan sizni sig'inib, bo'lib belki dutallarni sig'inib keldim ukam. Avval bir ishga chapasa, uningga kelish maqsadini deb beraymi ukam? Yo'q, unda qilsak bo'lmaydi. Yo'q, qilsa. Ha, bo'lmaydi deyman. Yo'q. Asa, anamga bir chasa. Asa. Ukam tutanib suv botirib tukilganga chiqmaydi. Nemish qilyapsizlar akam? Jang bo'ldi bu qavalda kuna. Ma'qul. Jang deb beraymi?
Patlatqa deb bak. Siz başımı yapardınız atıp çıkırsınlar. Adamı sağlık kılıp geldi ayakkabı. Qaysa? Yaxshi aytmasınız adamı sağlık kılıp silikeli sırtı başından bolsa yüzleriga tükürtümcü nağır afka. Qaysa mı çaqçaq Çaqçaq qo'ydim, çaqçaq. Nima çaqçaq deydi. Ya, xapoman ben çaqçaq. Çaqçaq. Birimdab qo'ysa ishilib. Fah, madamning achchig'ini. Qaysi naqshin degandingiz? Anam dedim-ku. Ma'qul. Qaysa? Bir chas qo'shaqanda chasizmas kamida bir tanishmasa uslub so'kayda chasizma. Shu odamlar xabarlari bor. Muzik ustida turolmaymiz. Deb so'naqada yumshalala. Chasa. Tuzak bir gap qiling ha. Chasa. Ya bu anam usul o'ynamda. Fikayam yo beymikini chelinasa. Tuzak gap qiling ha. Anam dedingizmi? Anam. Men shuning o'zini chep beray. Chasa. Yerlikni kola ötüp anam Ketmini ömsünüp gitti anam Kim buldunuz? Chasa. Yerlikni kola ötüp anam Ketmini ömsünüp gitti Çalam dem. Chasa. Kasafga bir sho'x chasani bir jillatma, sho'x. Mana bir aytish berib bir jalla tutun chasa. Ma'qul. Yerlikni kola ötüp anam Ketmini ömsünüp gitti Onam. Vay mikribam Onam. Cinimgin naşıl anam Onam. Yaştırıp ölüp gitti Onam. Vay hasretim Onam. Etra Tabal. Özüm bildiğin hemen edip oldu. Etra Tabal. Adamni mish yig'iltib, elimyosh anam deb kelma, momam degan bo'lsam shuvakan to'g'ri keldi. Bir odam naqsh etayotganda jim o'tirib anglashning o'zi bir san'at. Nima chatdan radiosi aralashgandek aralashib olasiz? Çok chamman buni, adamni ishini pishirib, mish yig'iltib chalib. Qanday sho'x chaludi? Ama chaladi sho'x. Bu har qanday naqsh deganning o'ziga tushliq ohangi, tempisi, odori bo'ladi uni. Siz zodi qanday naqsh anglaysiz? Manda deb naqsh bormi? Ba, sho'x. Siz aytdiqma qanday naqsh o'zadi? Ilqcha mandayliqi. ing. Men mubadim etretke. Tutqayaringni ko'dim balo. Yüz gözleri temretke. Çığlık geldim seni. Sevinip geldiniz. Naqsh deganim shunday aytamda. Hatta meni naqshingizga qo'shib oldingizmi? Siz bir naqshni kelibak obdan keldikinchi o'yliqi. Mirajiqon, dikkan zo'rixon deganda. Bo'ldi, yo'q gapni qilmay o'tiring. Rahmat. Endi maqsadga bir kelaylik, kelishdik. Maqsadingizni bir dana. Sal qiyilib qoldik ekan. Mayek nima keldingiz? Men nima izlab keldingiz davatime? Sen keldingiz bir dana. Shu sizni menga bir xotna prendik deb kelgan. Sizning xotin bolalaringiz batdi-ku. Qapoq sotganmi xitnal davatgan. O'zingizning xotinini urdingizmi? Yet, sizni gunosan bo'lamdi. Yo'q, gapni qilma. Nima sababda urdingiz? Nima gunoh qilgan urdingiz? Ukam uqmayli gunoh ig'ir dema xotinni. Voy, qanday ig'ir gunoh qildi, bu urg'idak nima gunoh qildi demabsiz? Rost gapni qilsam ukam. Ma xotinim bor, qirg'azir ko'zimga qir xotinda ko'rinadigan bo'lib qoldi deyman. Urg'idak payzi qilmadi, bir ketdingiz.
Xetini berib etdingizmi? Aliman debdi ukam cho'paylik qilmay berib etdim. Berib etdingiz. Nimaga berdingiz xetini? Shu oldi endi. Sizdan bordi. Yo'q ukam, bizda bunaqa. Azroq bordi. Yo'q. Ey, shamol chiqmas terak unishmaydi. Ha, qo'navasim, ling shivirda arabkan. Ma chavat ikki qo'ldan chiqdi. Taslik sasimi chiqdiki. Ma to'la azim g'erishmay. Ma iliq bir javob beringlar. Nima sababdan qo'ydingiz? Ha? Nima sababdan qo'yyapsizsiz? Nima gunoh qildi shuni bir danga. So'raval odamni xizlik qilib demaydiganman. Danga gachirmay iniqini. Unda bo'lsa sizga rost gapni deyapman. Siz haqida demisizmi? Rost gapni qilsam, ukam. Mushu sizning televizorda chiqadigan bir qiz bola bor. Usul o'ynaydigan. Bu qiz bolaga men kuyak. Bu qiz bola televizorda shunday kiyimlarni chiqadigan bo'lsa, ukam, bir yerlarni yo'q deyman. Nechta qiz bola chiqqanda ukam, mushu yurak bag'rimni 100 ming qurt qo'ng'iz yeb ketayotganda his qilib ketdim. Nechta tomni kelib o'tib o'zimni yig'lab ketdim ukam chidamay. Nechta qiz bola televizorda chiqqanda televizorga is quchoqlab ketdim. Lekin o'tirdi gongoch qilib payzimni tushirib ukam. Qanday qilay deyapsiz? Ana bunda o'ylab baksam ukam, u taqmi yaqin, bu taqmi yaqin. Ana ikkimizni ko'ngli bak yaqin debdiki. Shuni endi silmo artis. Aqz bolam artis emasmi? Shu cho'qim aqz bolasi to'naylar. Shu aqz bolam menga ayttirib deb kelgan ukam. Nechta chiqim kelsa mayli jumay ukam 40-50 ming ham bo'lsa o'zim ko'tarman men jingon. Amma ukam sizlarga men ishimni ish qilib qo'ysa qo'rqgan edim. Yotoqda 1,5 metr paxta chiqsan juma. Ishtablik. Ko'taringlar anda sarjingizni. Usul o'ynaydigan qizlarni yaxshi ko'rib qoldim deydi. Shu holatda u qizlarni boshqalar ham yaxshi ko'rib qolmasmi? Anda qilsa bo'lmaydi. Qanchalik pul kas mayli deyapsiz. Navod u qizlar to'y qilib bo'lgan bo'lsa-chi? To'y qilib bo'lgan bo'lsa, shunday demaymiz ukam. Erva xotinga chaqchaqsak cho'shqib ketmanda. Men sizga deb qo'yay. Men sizdan bunda ahmoqona xiyol bo'larmikin deb hargiz o'ylamabdi ekanman. Eng yaxshisi siz shu bolalaringizning onasini vaqtida yondirib keling. Bo'lmasa bir umr pushaymonda qolasiz. Unamaydi. Jayla xotin. Voy, oldin berib boqmamsiz. Yo'q, qaynonamni qopganman men bag'lanmaydi. Voy, oldin chiroyli berib boqmamsiz. Uningdagi bir gap bo'lmamdi. Endi ukam gaplarni mingmurati yeymiz. Endi liqi, qo'yamacha bel qiz bolniki erib qolsa deganni o'ylab boqmabdimlar. Uni bishimdimsan bo'g'in aka. Bo'lmasa liqi mekiyang chaqchaqib qo'razim dayoq yegandek sho'misa ukam. Ha, gapingiz bo'ladi. Eng yaxshisi ayolingizni yondirib keling. Ukam, unamasmiki? Unda shunda qildi. Emsa qiz bola men aytmaygan ekansizlar. O'zimni xotinim bo'lsin, boshqani aytmayman. Tizak gap qilinglar. O'zimni xotinini boshqadan aytmayman demay. Men bilan birga berishib bering desangiz bo'lmaydi. Berishib bering. Shuraga akildigan shu sen men shunga qaray. To'xtab turinglar. Men sizga yana bir gapni deb qo'yay. Siz deylik Mirzat olim aytgan, ajrashmoqlar ota-onalar. Yetim bo'lsin, sabiy bolalar degan naqshni anglamaganmi? Anglagan ukam, lekin men naqshni o'zgartirib ajrashib ketganlar ota-onalar ko'nrab qoldi xotin bolalar deb. Vaqt qilmay, menga